shogirdlarim juda ham ko'p. Shu jumladan mana shu Narpay tumanida ham ajoyib mani shogirdim bor, yaxshi iste'dodli, chiroyli ovozi bor, doim yonib kuyib ijod qiladigan san'atkor. Xudo xolasa hali bir katta san'atkor bo'lib, sizlarni narpayliklarni faxri bo'lib, o'zbek san'atini butun olamga taratishda o'z hissasini qo'shadi deb umid qilaman. Jasurbek Mavlonov, marhamat. Jasurbek. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu konsertga yig'ilgan aziz muxlislar, asosiy ustozimning muxlislari, ustozimga o'ta qarsak bo'lsin. Sizlarni xursand qilish uchun